Klubni unutayozgan muxlislarni ko'rib ajablanyapman. Odamzod agar klubni unutish mumkin bo'lsa borku, demak futbol muxlisidan bevafo xalq bo'lmas ekan deb yubordimda. Arne Slotni himoya qilaman deb turib, umuman klubni aloqasi yo'q ham deb yozib yuborishyapti, hayron qolyapman. Yo'q do'stlar, klub hattoki bu yil deylik Arne Slot mamlakat chempioni bo'lsa ham Yurgen Klopp siymosini oldiga kelmaydi, yaqinlashmaydi. Bir marta Yurgen Klopp chempion qilgan bo'lsa ham, u chempionligi bilan bu chempionlik o'rtasida farq bor. Yaqinda bir misol aytdim, eshitgan bo'lsangiz, Jaloliddin Manguberdi bilan Amir Temur o'rtasidagi farqni. Ya'ni Amir Temur katta siymo bo'lib ko'rinadi Jaloliddinga qaraganda, aslida Jaloliddin tom ma'noda Chingizxonni o'zi bilan urushgan. Bu esa baribir imperiya qulagan paytida kelib turib, xonlarni almashtirib, keyin zafarli ishlarini boshlagan dedim. Haqiqatan ham Yurgen Klopp do'stlar, Pep Guardiola'ning pik paytida, Pep Guardiola yuzini tirnagan paytlar emas, pik paytida, futbolni o'zgartirgan paytlarida bitta u bilan olishgan va o'zining futboli bilan qarshi chiqib, anti futbol bilan emas, qarshi hujum bilan emas, pressing bilan, o'shanaqa dominant futbol bilan chiqib turib, Pep Guardiolaga ham Bundesligada raqobatchilik qilgan, bir marta chempion bo'lgan, ham Angliya Premyer Ligasiga kelib turib ishni davom ettirdi. Chempionlar Ligasida jamoani qayerlargacha olib borganini bilamiz, chempion qilganini bilamiz. Endi yutqizgan bo'lsa Real Madridga 2 marta yutqizgan, lekin baribir Chempionlar Ligasining finaliga 3 marta chiqish hazil ekan ish emas. Pep Guardiola misol uchun Manchester City bilan shu ishni hal qilmadi. 2 marta finalga chiqdi, bittasida yutdi, bittasida yutqazdi. Shuning uchun men Jaloliddin Manguberdini Amir Temur siymosini oldiga teng qo'yganim kabi ba'zi masalalarda ustun ham ko'raman, chunki o'zi bilan urushganligi uchun Chingizxonni va Chingizxon juda katta sarkarda bo'lgan, insoniyat tarixidagi eng yovuz ham bo'lishi mumkin, lekin jang mahorati bo'yicha eng zo'rlardan bo'lgan. Agar biri bo'lmasa, makedonskiyni aytishadi, biri bo'lmasa. Xuddi shunaqa uni eng zo'r paytlarda kurashib qo'yib, chempionlikni qo'lga kiritgan Yurgen Klopp bilan yaqinda kelgan va aynan Kloppning bazasi bilan hozir jamoani nurli manzil sari olib borayotgan murabbiyni hozircha tenglashtirib turibman.